deryalar işin, dağ davanlar bizi, ana yurtum makanim, diyarımda barğun baminim. Şimdi benim tükülgen, ata buvam kümülgen, qad kütürüp tik turgan Tengri tağni körgün baminin. Bozgalgın Uygur emek, vatan qoldun hergiz ketmegey. Ay yıldız bayrağın gökyüzüde körgün baminin. Kız yigit xurlanğan, ayak pasti qılınğan, ezilgen şu xalqının qullarını süygün baminin. Feryadım asman felek, tükülgeçke tan selde, ejderhanın ağzıdın vatanımni alğın baminin. Bozgalgın Uygur emek, vatan qoldun hergiz ketmegey. Ay yıldız bayrağın gökyüzüde körgün baminin. Bozgalgın Uygur emek, vatan qoldun hergiz ketmegey. Ay yıldız bayrağın gökyüzüde körgün baminin. Vətənimə ey Allah, bolğay sən özün panah. Mənmu hürlük ilkidə qaqaqlab bir külgün bah. Bozgalgın Uygur emek, vatan qoldun hergiz ketmegey. Ay yıldız bayrağın gökyüzüde körgün baminin. Bozgalgın Uygur emek, vatan qoldun hergiz ketmegey. Ay yıldız bayrağın gökyüzüde körgün baminin. Hoş geldinler. Bugünkü bayramınız mübarek olsun. Köp rahmet. Medine'ye hoş geldiniz. Hoş bulduk. Bizi hoş kıldınız. Güzel kadınlarımız bilen. Şu siyasi cemaatle hoş oldu. Memnuniyet, hoş oldum. Bu kıydım hoştak bir doğru geldi. Sizlerle bir didarlaşmak, devamlık jığınlardı. Görüşettik bu kıydım 100 tane. Görüştük. Hoş alman. Rahmet. Bugün bu sohbet programımız arkalık biz bugünkü hanım kızlar bayram günü bolğanlığı üçün bayram alanı qutluklığa hem de sizlerden qılıb atqan xizmetinizler var. Mana yakında siz şu şiir keçiligini uyuşturduğunuz İstanbul'da 12 Mart günü ötküzülmekçi. Köp rahmet sizge. Netice Fukam köp bu 2 günlük Şvetsiya ziyaretimizde köp bizge o'zingizdan
yani sahipxanlığınızı ko'rsatdingiz. Buning uchun ko'p rahmat aytaman. Bu qitimqi faoliyat bu yerga kelishimdagi sababmi Baxtnur xonimninki alayda o'rinlashtirishi bilan bo'ldi. Sizga alayda rahmat aytaman. Qadam tashrif qilganingizni o'zimizga sharaf, bek xush bo'ldik. Shuncha sharaxdan qit'alar atlab, Shvetsiya Stokgolmdagi shu xonim qizlar o'rnimizdan dasturayli, qo'lda qo'lga tutishayli, dunyoga kuch qatayli degan programmaga shuncha sharaxdan kelib qatnashganingizga bek xursand bo'ldik. Sizni faxrlanamiz. Uyg'ur xonim qizlarning jasorat namunasi bo'lib qoldingiz biz uchun. Rahmat Baxtnur xonim, siz shu taklif bilan mening o'sha kelishimga bir vasila bo'ldingiz. Bu yerdagi faoliyatga bugun qatnashib o'zim ko'p ta'sirlandim. Haqiqatan ayollar mayli bugun 8 mart kuniga to'g'ri kelgan bu faoliyatda ayollarninki o'rnining qanchalik muhimligini shu Shvetsiyaningki ayollar tashkilotining bu xonim Shvetsiyaning xonimlarning jonliq so'zlar bilan tarjima qilib berdingiz. Men ko'p ta'sirlandim bu faoliyatdan. Sizga alayda rahmat aytaman. Xonim qizlar, Uyg'ur xonim qizlar dunyoning nerede bo'lsa-mu jamiyatga o'zininki har taraflama kuch ko'rsatib shu to'plarni qaytyotdi, oilasida bo'lsa bolalarni ana tilida tarbiyalash, madaniyatni saqlab qolish, ya'ni shu davlatlarningki official tilni o'rganish bilan birga, masalan, Yevropada har xil tillar qo'llaniladi, Shvetsiyada bo'lsa shved tili, ingliz tili degandek dunyoviy so'z bor. Analar bir qo'lda beşikni tevrasi, bir qo'lda dunyoni tevirdi deb deymizmi? Shunchalik jasoratli fidokor analar, haydasanlar bor. Har sohada yetishib chiqyapti xonim qizlarimiz. Buning tipik namoyandasi yana siz. Amerikada shunchalik uzun yillar jurnalistlik xizmatlarini ishladingiz. Nurg'un konferensiyalarni tashkillab, shu Uyg'ur xonim qizlari uchun, Uyg'ur kishilik huquqlari uchun, mavjudligimiz uchun tirishib kelyapsiz. Sizlar emas, oila bo'yicha Umar apandimning yanında oltin to'rik yo'lak bo'lib, bolalarni tarbiyalab, yana bir tarafdan jurnalistlik xizmatini ishlab, she'rlarni yozib, mana yaqinda cho'ng bir faoliyatga ro'yobga chiqarishga tirishchilik ko'rsatibsiz. Bek faxrlandim o'zim shaxsan. Ko'p xonim qizlarimizga vakolatdan rahmatimni bildiraman. Shu faoliyatlaringizdan biroz so'zlab bergan bo'lsangiz bek xursand bo'lardim. Bo'ldi, Baxtnur xonim, bu fursatdan foydalanib, nihoyat yaxshi meni ta'rifladingiz. Unchalik emas, menmi bu ruhlarni masalan shaxsan sizdan o'rgandim desam bo'ldi. Rahmatli Kurash Ko'san apandim vafot bo'lganiga mana 10 yildan oshdi. Siz yolg'iz shu Kurash apandim bilan o'zinglarning ishqinglarning farzand qizingizni, bir tal qizingizni cho'ng qilish jarayonlarida nurg'un qiyinchiliklarga duch keldingiz. Bundan biz xabardor. Sizmi bizningki eng ulug' xonim qizlarimizdan biri. Hozir mana butunlay qizingizni azroq cho'ng qilgandan keyin butunlay mana vatan millatning ishi uchun o'zingizning butun borlig'ini atab shu yo'lda xizmat ko'rsatyapsiz. Mana 12 mart kuni shu Atadan nida, qizdan sada degan temada bir she'r kechasi o'tkaziladi. Buningga men Turkiyaga keliblam shu kelgan kunning ertasidan boshlab tayyorlikni boshladim. Bu bir film shaklida bo'lganligi uchun bu yerda shu kelgan kunning ertasidan shu filmga tayyorlik qilib, uningga ovoz berish, uningdan keyin dadamning she'rlarini qaytadan bir o'qib chiqish. Andan keyin mening yana yaqinda bir Vatanim degan she'rimni naqshi ijod qilgan bizning Olmaotadagi yana kompozitor inalarimiz, Olmaotadagi jangovar bir singlimiz Feruza bu naqshni o'rinladi. Bek chiroyli, go'zal bir naqsh bo'ldi deb o'ylayman. Bek yaxshi bo'ldi haqiqatan. Ahamiyatli faoliyat. Shu naqshlarningki yangi bu naqshlarning qo'shilishi bilan biz mana abay deganimdek shu Atadan nida, qizdan sada degan bir programni ishladik. Buningga shu nimadagi Istanbuldagi kon ustozlar, masalan professor, doktor Sultan Mahmud ustozimiz, atimiz, dadamning koni sabdishi deyalayman. Onundan keyin Hamidxon Ko'kturk ustozimiz,
Nurala Hanım, şair Nurala Hanım ve başka akademik şu ziyalilarning qatnashishi bilan yana 15 ga yaqin yosh o'quvchilar adabiyot san'at sohasidagi shularning birlikda qatnashishi va Turkiyadagi bir qism matbuotlarning ishtirok qilishi bilan bu programni 12 mart kuni o'tkazamiz. Allah buyursa bu programni nihoyat yaxshi bo'lganiga ishonchim komil. Endi bo'libmi Turkiyada hozir shu madaniyat, kültür, san'at jihatdagi programlarni ko'paytirish haqida shu yerdagi aloqador jamiyatlarning tashabbuslari bor. Shularning bizga mushta bir sharoit yaratib berish bilan Allah buyursa deganimdek 12 mart kuni bu yerdan qaytib berib shu programmani o'tkazmoqchi. Mübarek bo'lsin için yurtimizdan tabriklaymiz. İnşallah barımız bu değil mi? Siz bir gayret bakaylı. Çokum bek ahmiyetlik, şunchalik ta'sirlik, yaxshi bo'ladi. Nemish ko'noq deyma deganda vatanda bo'lsa, Bağdın efendimninki Uyg'ur bo'lmoq tez degan she'ri butun Uyg'ur zaminini larziga solgan o'z vaqtida. Andan yana bu qatim faqat unutilmayman, Chexiyada 11 ayda Chexiyada Pragda o'tkazilgan 7-qurultayda shu doklad marosimininki birinchi boshlanishi sizningki qo'zg'al degan she'ringizga ishlangan musiqa videolog ishlangan video bilan boshlandi. Hammamiz ko'zlarimizda yosh, yuraklarimizda shunchalik hayajon bilan anglab, shunchalik ta'sirlandik. Bak güzel ishlanibdi, tekstimi, kompozitorlarning ishlagan musikasimi shunchalik güzel, vatanni yuragimizdan siyg'inib, ko'zlarimizda yosh o'rnimizdan turib ketdik, anglab. Shunchalik tashakkur bildirgim keldi. Shu vaqtda xat yozishdik o'zaro biz. Mana anglayapmiz, ang'ishlik musikdan keyin Ömer efendimning dokladini angladik. Bu qo'zg'al she'ri yaqinqi zaman vaqtimizdagi eng ta'sirli melodiya, eng nadir tekst bilan yuragimizning chin qetidan urg'ib chiqqan bo'lg'achqa hammamizni shunchalik ta'sirlantirdi. Bizning ham emas Yevropada, mening keyin anglashimcha O'rta Osiyodagi mamlakatlardagi yoshlarimi, cho'nglarimi shunchalik go'zal ta'sir berganda, chunki ularni vatandadini, musofirchilikning javrini yetkazib tatgan xalqimiz shu she'rimiz va musiqadan ajoyib go'zal lirika va ruhiy oziq og'anligini men taraflardan anglab shunchalik faxrlandim. Haslab faxrlandim, hurmatim oshdi. Bugun mana bu yerda staqolimda biz ham suhbatda bo'lib shu didorlashganimdan bek faxrlandim, bek xo'shal. Men o'zim yuragimizdan tabriklayman. Faoliyatingiz texim ahmiyetlik medialar orqali dunyoga yayilsin. Yoshlarimiz ijobiy ulgularni olsin. Ko'plab shoirlarimizning, muzikantlarimizning, talant egalarining turkumlab yetishib chiqishiga ishonchim komil. Bunday yuragimdan umid qilaman. Ko'p rahmat Nurxonim, shu mana bu fursatda dadamni yana bir qayta xotirlash, dadamning yaxshi asarlarini qaytadan bir shunday bir filmga olib qo'yish bu meni cheksiz suyundirdi. Chunki dadam davomli deydigan qizim, yizim, yozgan narsalarimiz qolib qoldi. Biz ketimiz deb haqiqatanmi yozgan yaxshi asarlarimiz qolib qoldi-ki, mana dadam shu jahonda Uyg'ur bo'lmoq tez she'rini 2006-yil yozgan, lekin bu she'r mana hozir bugungi kunimizgacha buningda aytilgan hasrat, nadomat, buningdagi har bir so'z, har bir hammasi buningda tasvirlangan. Dadam bu she'rning eng oxirgi kupletida, to'g'ri uning oldidagi 20 kupletlik she'r 19 kupletida shu Uyg'urlarning ichini chiqib o'tgan hayotini tasvirlagan, shuni ifodalagan, lekin oxirgi kupletida yana o'zining umid borligini jakalagan. Buningda deydiki, turilib g'azabdan bilak bir kuni, o't bo'lib yonadi yurak bir kuni. Ashudu amalga tilak bir kuni, demaymiz shu chog'da Uyg'ur bo'lmoq tez deb aytgan. Dadam o'lib ketdi, ammo umid o'lmaydi. Bu yerda dadam aytgandek, biz umid var yashaymiz. Har qanday qiyinchilikqa biz bardoshlik bera olganligimiz uchun biz Uyg'ur. Bizning ismimiz Uyg'ur. Biz cho'qim Allohning izni bilan, Allohning madadi bilan, to'g'ri biz ojiz, ammo biz Xitoyning Xitoyga biz taqobil turib, eng oxirida bizning o'zimizning haqiqiy vatanimizni, davlatimizni qo'lga keltira olamiz. Buning bizning ishonchimiz komil. Biz hamning shu she'riga javoban qo'zg'al Uyg'urim she'rini yozdim. Haqiqatan siz degandek
Bu 3 ayının içindeki muşu Qozğal Uyg'ur naqsi 100 ming qitimdan eshib mangdi. Norvegiyadagi yoshlarimiz bayroqni qo'yniga tiqib, shu Norvegiyadagi eng egiz taqqa chiqib bayroqlarni lapildatdi. Aferin shu yoshlarımizga, yoshlarni shunchalik qo'zg'agan bir naqshi teksti bo'lganligiga men cheksiz suyunaman. Allah buyursa, texmi yaxshi ijodiyatlarni hayotimning oxirgi minutlargacha shunday yaxshi Uyg'urlarimizni qo'zg'aydigan, ularning ro'yini ko'taradigan she'r asarlarni yozishga tirishaman. Ko'p rahmat. Cho'qim biz ishimiz siz qila olasiz. Chunki mayli jurnalistlik hayotlaringizda bo'lsin, Uyg'ur dardi hasratini, qandaq bir azoblarni, tragediyalik kechmishlarni beshda o'tkazganligini o'zingizningki har bir asarlarda, xabarlar bo'lsin, boshqa nadir asarlaringizda gavdlantirib keldingiz, yig'in konferanslarda so'zlab keldingiz. Bu o'zingizning kasbiy hayotini qilish bilan qolmasdan, balki oilami eng munavvar bir ana Köyümcem bir Rabiq, Ömer Efendim'nin hatırcam devletlerini atlap, uçup yürüp, Uygur davasını töhbü qilishida sizningki şundaq öyde tövrəglik rol oynayışınızdan ayırıp qarğılı bulmaydı. Şunun uçumu biz sizden pəxirlənimiz, hem köp teşekkür digimiz keledi. Bir qalbi qıyğan ərinin aqıda şundaq pedakar, hem bedel төлegen bir xanımның bolışı tabii biz sizge bek hürmetimiz var. Bugün mi qarang bana şunçilik şu okeanlarını qıtalarını atlap kelip bizning şu Stockholmdagi tenis sarayında o'tkazilgan necha yuz xanım qizlar ve balla qatnashgan xanım qizlar o'rnimizdan dasturayli Kevinler Arm degan faoliyatga qatnashib, hatta Shvetsiyaning eng chong televiziyasi bo'lgan SVT'ninki inglizcha suhbatiga qatnashdingiz. Buningda cheksiz suyundik ham bek faxrlandik. Shunchalik yaxshi ravan inglizchangiz bilan intervyuni qabul qilib, Uyg'ur davosini yana mishadimmi, yana anglitib kelganingizga men shunchalik hem shunchalik faxrlandim, hem shunchalik zo'qlandim. Atrofimizda shu xonim qizlarning hammasi havas bilan qarab qoldi. Amerikadan keldim bu xonim, Amerikadan keldim deb shunchalik hamda baladan tatib so'rash ketyapti. Shunchalik hamda go'zal xabar bo'lib dunyoga tarladi. Bu shu programning o'zidimi Uyg'ur xonim qizlar uchun biz ovozimizni chiqaryapmiz. O'rnimizdan dasturayli dunyoning nerede bo'lsaqmi, ayollar dunyoga töhbükardır degan bir mazmunga gavdlandik. Shu munosabat bilan yana butun dunyodagi xonim qizlarga, Sharqiy Turkistonlik xonim qizlarimizga, Uyg'ur xonim qizlarimizga alayda salom yo'llaymiz. Bayramini muborak deymiz. Garchi bu bayram bir ras bu azap derdi hasrata irqiy qirg'inchilik, Uyg'ur irqiy qirg'inchilik bilan bizning tabrikligidek hech narsamiz yo'q. Shundaqda biz jasoratimizni yo'qotmasligimiz kerak. Qizlarimiz, onalarimiz lagerda yetyapti, o'lyapti. Sunmas ruhni biz hayotla shu davomlashtirishimiz kerak. Ovozini chiqarishga imkoniyati bo'lmaganlarning ovoz bo'lishimiz kerak. Ularning imkoni bo'lmagan shu qafasdagi turmalarda shunchalik eg'ir kunlarni ko'ryapti. Biz erkin dunyoda albatta mang'algan yerimizda, boralgan yerimizda ovozimiz yetgan yerda shu Uyg'ur irqiy qirg'inchiligini, Uyg'ur davosini anlatib maqsad to'g'ri bo'ldi. Buni siz o'z ifodangiz, o'z harakatingiz, o'z ovozingiz bilan qilib kelyapsiz. Shunga alayda rahmat degim keldi. Rahmat, Baxtnur xonim, shunchaki menga bergan rag'batlaringizni bu mening ro'yimga texmi cho'nqur ta'sir ko'rsatdi. Men texmi kuchli bo'lib, texmi jasorat bo'lib, ovozimni dadam aytgandek to'xtab qolmayman, yozaman, aks ettirman. Ulug' Allah bizga shu undaq bir kuch-quvvatlarni bersin. Ko'p rahmat aytmoqchiman sizga. Yo'llaringiz ochiq bo'lsin, har bir ishlaringiz ro'yobga chiqsin, ko'nglingizdagidek bo'lsin, natijalik bo'lsin. Asqarlishim. Sizdan faxrlanamiz. Ben sizdan faxrlanaman. Rahmat.